2025-yilda qanaqa molxona qursam ekan, materiali nimadan bo'lsin, eni, bo'yi, uzunligi qanaqa bo'lsin deb bir shablon istab yurgan akalar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Xuddi kanal obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, hurmatli chorvadorlar. Bizni uzoq yaqindan, kerak bo'lsa O'rta Osiyodan kuzatib turayotgan akalar, ukalar, sizlar uchun foydali video bo'ladi. Ko'rib turgan manzillar Namangan viloyati Kosonsoy tuman markaziga yaqin joydamiz. Oxunjon do'stimiz boshchiligida qurib bitkizilgan konteyner mahsulotlaridan bitkizilgan fermani qisqa valonda video obzorni qilamiz. Xudo xolasa fermamiz 70% ga tayyor holatda kelib turibdi akalar. Bu yer hozir necha metrga bitdi, materiallari qanaqa ketdi, kvadrati, shunga o'xshagan narsalarni Oxunjon do'stimiz bilan sizlarga chiroyli qilib video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni umuman shoshilmanglar, oxirigacha ko'ringlar. Nafaqat ferma akalar, hozir qanaqangi yo'nalishlarda ish qilishligini Oxunjon do'stimizdan sizlarga batafsil ma'lumotlarni beramiz. Sizlar faqat ustalarning mehnati uchun layklar bosinglar. Oxunjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Rahmat o'zingizga. Rahmat. Sizlarga ham qadaminglar yetmagan joy qolmayapti-kan, xohlasa. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz-da. Hozir vodiydamiz-deng? Ha, hozir vodiydamiz. Oxunjon, xudo xolasa bu yerimiz ham sizlarning ishinglar tugabdi-yu, fermamiz ham o'zi 70% ga bitib qolibdi-a? Bitta, xudo xolasa. Oxirlarni qo'yib, molni baylasa bo'ldi ekan, xudo xolasa. Tunikasini yopib qo'ysa, xudo xolasa ishimiz tugaydi-da. Tunika ham sizlarning bo'yninglarda turibdi. Tunikani olib beradi zakazchi. Qotirib berish o'zimizdan bo'ladi. Yo'q, dogovor qilgansizlar-a? Dogovor qilingan. Oshnam qarang, hozir biz faqat ferma haqida emas, sizlarning qo'lingizdan nimalar keladi, shu haqida ikki og'iz gaplashsak, keyin fermamiz haqida obzor qilamiz. Xo'p. Avvalo assalomu alaykum, hurmatli Muhiddin kanal obunachilari. Biz konteyner profilidan shunga o'xshash molxonalar quramiz. Uyda tomlari, naveslar, 1 skatli, 2 skatli, mini stadionlar quramiz. Xonadonlarga so'rtaylar qurib beramiz konteyner profilidan. Mo'ykalar tomini yopamiz. Shunaqa. Hozir mana sammoykalar tomlarni yopib beramiz. Hozir juda sammoykalar ko'payib ketdi-yu. Ko'payib ketdi. Arzon va sifatli yopish usuli mana shunday, to'g'rimi? Mana konteynerdan arzon va sifatli. Nimaga hamma narsa o'zimizdan bo'ladi bizda? Nimaga konteyner mahsulotini tanlash kerak? Shu haqida ham ikki og'iz. Nimaga profil, armaturadan, turbadan qilish kerak emas? Sababini aytsam aka, nimaga konteynerni tanlash degan joyingizga aka? Sababi konteyner bozor profiliga qaraganda ancha arzon tushadi aka. Keyin buni profilni shu yengillik tarafi ustasi ham o'zimizdan bo'ladi-da. Xizmati, elektrod, yo'l kirasi, temiri, ustanopiyasi ham o'zimizdan bo'ladi. Shuning uchun shu tomonlar qulayroq deb o'ylayman klientlarga. Men sizdan yana bitta javob kutdim. Mono stenamiz ham menimcha profil hozir chiqayotgan materiallar. Bu konteynerda tagida lagaligi aka, shivilleri. Ustun xorilari mana shunda ishlatiladi. Tepadagilar mana shu 604 dan qilganmiz, 607 likdan. Konteyner listidan chiqarilgan bu. Tepa firmalar mana shu rekaliklar konteyner listidan bo'ladi. Ustun xorilari mana shivillerdan qilib beramiz mana. 12-5 dan. Mana uni stenasi necha bo'ladi, qalinligi? Materialni bilasizmi? Ha, 1.7, 1.8 bo'ladi. 1.7, 1.8. Hozir endi 1 metr buni narxi bilan 1 metrlik ko'chadagi sotilayotgan profil yoki turbani narxini solishtiradigan bo'lsa, menimcha salkam 50% ga arzon bu. Arzon bo'ladi. To'g'rimi? Arzon bo'ladi. 50%. Lekin mustahkamligi undan ko'ra mustahkam. Eng qizig'i akalar, 25 metrgacha aka bez ustidan qilib kelyapmiz. To'yxonani tomlarini yopyapmiz. Kraskasi ichi tashida bo'ladi. Ichi tashida kraskasi bor. To'g'rimi? Oshnamiz bilan mana bir 2 yil bo'ldi ishlayapmiz. Xudo xolasa 2 yil bo'ldi. Juda ko'p odamlarning xizmatini qilib keldi. Nafaqat vodiy bo'ylab akalar, O'zbekiston bo'yicha kerak bo'lsa Qirg'izistonga ham chiqqan joylari bo'ldi. Eshitdik, to'g'rimi? Xudo xolasa. Yana chiqish imkoniyati bor. Ayni uchun faqat O'zbekiston emas, Osiyo, O'rta Osiyo davlatlari kuzataveringlar. Xudo xolasa imkon bo'lsa qilib beriladi. Zakaz qayerdan chiqsa borilaveradi, bexijolat aloqaga chiqishaveradi. Kargo bo'yicha o'tkazib O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston xizmat ko'rsataveramiz, farqi yo'q. Pulini bersa bo'ldi. Pulini bersa bo'ldi. Endi sizlarga talab qilinadigan akalar, men o'zim haliga gapni kesmoqchi emasman. Bularga talab qilinadigan narsa faqat yotoq joy. Bir mahal obed. To'g'rimi? Shu xohlasa misol zakaz beradigan odam joyida zakaz olib qilgan sharoit bo'ladigan bo'lsa, joyida qilinadi. Agar yo'q, menda sharoit yo'q degan bo'lsa, o'zim sexim bor.
sexda bolalar ishlaydi, zagadovkani tayyor qilib olib boramizda 2-3 kunga joy qilib beradi yotog'iga. 1-2 mahal ovqatni qilib beradi, bo'ldi. Qolgan hamma yo'qimizni bor o'rnatib bitkizib berganamiz. To'k bilan yotoq joy sizlarga yetadi. To'g'rimi? Endi mana joyimiz, turgan joyimizni qisqa lo'nda qilamiz, oshna. Xudo xolasa mana tom yopish qanaqa xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qo'y qo'ra deysizmi, molxonani mol qo'ra deysizmi, pastki jihozlari bor. Mana bunaqa trubalari qoqib, oxirlariga ular endi bu narsalar dogovorda yo'q narsalar. Buni o'zlari sekin qilib olar ekan. Endi betonchilar ishi. Betonchilar ishi o'zlari chiroyli qilib qilishadi. Biz bunday karkasini chiqarib berdik, hamasini. Tunikasini olib bersa, xudo xolasa ishimizni yakunlaydi. Xudo xolasa. Endi mashetimiz haqida hozir nechiga bityapti ekan mana shu molxonamiz. Bu yer aka razmerimiz uzunasi 50 metr. Uzunasi. Akalar, shu devordan mana shu birinchi ustunga doğru 50 metr. Hop. Eniga 13 metr, 18 metr eniga. Har bitta oralig'imiz 6 metrdan. Koridor ham 6 metr, bu ikki cheki ham 6 metr, 3 bo'limda. 3 bo'limda 6 metr, 18 metr. Hozir Hoji buvaga aytsam, mana firmalarimizni aka oralig'i 1.30 dan tushgan. Har bitta firmaning oralig'i 1.30 dan. Har bitta oralig'i 1.30. 1.30 dan. O tepada rekalar oralig'i 65 santimetrdan. Manaqasiga qo'yilgan rekalar, tunkaga qoqdan. To'g'ri tortilgan rekalar 65 santimetrdan. Koridorimiz 6 bo'ldi. Endi hozir aynan mashina haqida gaplashaveraylik. 1 metr kvadrati qanchadan tushyapti bu yerda bular? 1 metr kvadrati bunimiz 200 ming so'mdan tushdi aka kvadrati. To'g'ri 200 ming so'm. 200 mingdan aka 300 mingga qarab ketaveradi, holatiga qarab. Eng arzon ish o'zi mana shu hozir. Eng arzon ish. Misol 150 mingdan 200 minggacha bo'lgan variantlari ham bor. Hamma tomon devor bo'ladigan bo'lsa, 150 mingdan 200 minggacha qilib beraveramiz. Agar mana qisqa ukalar bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonda 200 mingdan bo'ladi. Mana shu 50 mingga qimmatlatyapti hozir. Shu qo'shilaveradi narxi. Xullas 150 mingdan 300 minggacha. Osoni, haligi 150 minglik boshqa joyda eshitib turib 150 mingga deb o'ylab qolmasin. Ular qimmat aytibdi. 150 mingdan 300 ming so'mga davr joyni ko'rib turgan, holatiga qarab qilinaveradi. Hozir mana shu yerda bez ustun yopsa ham bo'lardi. Bo'ladi, bez ustun yopsa ham. 25 metrgacha. 25 metr bez ustun. Bo'linaveradi. Endi bu molxonalar uchun qo'yildi, iloji yo'q. Bu narsa qilinmasa bo'lmaydi ustun xonlar. To'g'ri. Siz katta skalatlar ishlab chiqarish sexlarda 25 metr bo'lsa, endi yopib olsa bo'laveradi bez ustun. Manaqa joy molxonalar iloji qo'yiladi ikkita. Paraxod bo'lishi o'rtada. To'g'ri. Qo'yiladi. Endi oshna muqarang. Biz hozir siz bilan biz Andijondanmizda. Seximiz hozir Asakadami? Asakada. Endi asha aytilayotgan narxlar faqat Asakaga amal qiladimi, butun O'zbekistonga? Butun O'zbekiston bo'ylab. Joy tanlanmaydi. Yo'q, joy tanlanmaydi. Sen Qoraqalpog'istondan ekansan, Xorazmdan ekansan degan joy ajratishmaydi. Yo'q, tanlanmaydi. Shu dastavka xizmatlari ham o'zingizlardan bo'ladimi? O'zimizdan. Olib borish xizmatlari ham o'zingizlardan. Bu yer ham mana Namanganda akalar, nima edi hozir? Kosonsoyda turgan bo'lsak akalar, bizdan hozir 100 kilometrdan yo'l bosib keldik, to'g'rimi? 100 kilometrdan yo'l bosib keldik. Nimaga? Faqat Andijonda reklama qilavermasdan boshqa viloyatlardan qilinayotgan joy, haqiqatda qilinayotgan joylarni ko'rsatmoqchi bo'ldik. Agar ishonmaganlar bo'lsa, Namangan viloyatidagi akalarimiz bo'lsa, kelib mayda ko'rib ketsa bo'ladi. Ko'rib ketsa bo'ladi. Nomerlarini, joy lokasiyalarini berasiz. Joy lokasiyalar beriladi. Endi oshna eng qiziq joyi bor-da. Eng qiziq joyi mana reklama bo'yicha ishlaysizlar. Agar Muhiddin o'zidan chiqdim desa, qanaqadir bo'lsa ham, nimadir bo'lsa ham bir ko'ngildan o'tgan joy bor. Muhiddin o'z kanalidan telefon qilyapmiz aka deb telefon qiladigan bo'lsa, mijozlaringiz, misol, obunachilaringiz. Tepasida tunkani bonus qilib beramiz. Birinchi telefon qilgan odamga. Birinchi tunkani olib beradi, shifri ili tunka xotirib berish xizmatini qo'shilmaydi dogovor ichiga. Mashinaga ham bo'lmaganda bir 2-3 kun vaqtingiz ketib qoladi. Ketadi. Bitta demaylik ashana. Bir jup qilaylik. Ha, bo'ldi. Bir jup bo'laveradi. Ay, molda savdolashib o'rganib qolganmizda. Oshna birinchi telefon qilgan объемный odamlarga omma zdaniya katta bo'lsin, to'g'rimi? Hech bo'lmasa hali bir 30 metrlik zdaniya bo'lsin, 30 ga 10 lik zdaniya bo'lsin. Zdaniya bularga ham qoplash kerak-da akalar. Odam ishlatadi, oshnamiz ham bu sohaga endi kirib kelgan yo'q. Tajribasi qancha, necha yillik bo'ldi hozircha? 2010-yildan beri xudo xolasa shu ish bilan shug'ullanib kelaman. 15 yillik tajriba. 15 yil. Oshnamizda 15 yillik tajriba turibdi akalar. 2010-yildan boshlagan bo'lsa, 2017gacha ustachilik shogird bo'lib yurgan. Undan buyon xudo xolasa o'zimizdan shogird chiqarib, shunday qilib yuribdi ishlar. To'g'ri. Akalar yana bir qator tanishtiramiz. Oxinjam yuravering oshna. Oshna xudo xolasa bu yog'i behijolat aloqaga chiqsa ishi bitadi. Ishi bitmay qolmaydi, xudo xolasa. To'g'rimi? Xudo xolasa aloqaga chiqaversin. Keyin bitta narsa men qo'rqmay ayta olaman.
Sizlarga konteyner degani xolos, hali konteyner Xitoydan keladi xolos. Qolgan hamma narsa stanok, haligi ishlab chiqaruvchi narsalaringlar o'zingizlardan, to'g'rimi? O'zimizdan, ha. Sotib olmaysizlar-da sizlar demoqchiman. Bitta sex bilan shartnomalar bor, Shartnoma bor, ha, shartnoma bor sex bilan. Haligi bitta sex bilan ishlaysizlar xolos demoqchiman. Hali har xil joydan hozir masalan Namanganda bo'lsa, Namangandan olib kelib qo'yib bermaysizlar Yo'q, demoqchiman. o'zimizdan olinadi. O'zimizda sex bor. Shu o'zini shartnoma qilganmiz. Ishlab chiqarib beradi, temirni zakaz beriladi, temir chiqarib beradi. Shunaqa aka. Faqat temir yetkazib. Bitta joyda olinadi temir. Unaqa ham aytdi arzon emas, bitta sifatli temir olinadi. Hozir mana shu yerga oshna kelishib qoladigan bo'lsak, temir oxirlari ham bor-ku, oxirlarni ham qo'yib berasizlar o'zingizlar. Oxirlarni qo'yib beramiz. Hozir konteyner jastaysizlar sizlar. Temir oxirlarigadir nolga bitkazib ketasizlar. Faqat beton quyib bermaysizlar xolos. To'g'rimi? Xolos. Shunaqa. Gap yo'q. O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. To'liq razmerlarni akalar. Endi oshna buni qarang. 50 ga 18 bo'yi necha bo'lyapti? Markaz. O'rtamiz markazi 6 metr. Mana chekalari 5 metrdan aka, cheka tomon. Mayitimiz 5 metr, orqa tomon 2,5 metr bo'lsa kerak, ashaydan. 3 metr orqa tomon yerdan. Yerdan 3 metr. U orqa chuqur ekan akalar. 3 metr, mana 5 metr, markaz 6 metr akalar. Mana stokalarimiz oralig'i 3,5 metrdan qo'yilgan. Bitta oraliq 3,5 metr. Bitta oraliq 3,5 metrdan ketgan, qolmay. Hozir rasalar tobida ekan. Bundan kattasi ham katta bo'lib ketadi, kichkinasi ham kichkina bo'lib ketadi, to'g'rimi? Rasa zo'r tobida qo'yilgan ekan akalar. Materialni sifatiga necha yilga bu qilingan ishimizni, mehnatimizga necha yil garantiya beramiz? Xudo xolasa 30 yilga garantiya beramiz, xudo xolasa. 30 yil. 30 yilga. Endi nimaga desiz, mana oldin bu konteynerni oldin zavod temirdan qilardi, devuni temirdan. Bundan ko'ra bu 1-2 ten edi-da. Mana 96-yil qilgan, bizdan katta odamlar qilgan ishlar hozirgacha turibdi bu narsalar. Bundan baquvvatda bu. U yuqo bo'lardi. Ashundan chiqib kelib gapiryapman-da men. Bu jinnasi 30 yil 40 yil turaveradi bu narsa. Xudo xolos. Bitta odamni yoshligini o'tkazib yuborar ekan bu. Bitta odamni yoshligini o'tkazib yuboradi. Xudo xolos. Temir akalar, materialni ichi ham kraskalangan. Ichi ham tashi ham kraskalangan. Kraska ham shart emas. O'zi aslida bega, haligi svarka tekkan yerni qilmasanglar, o'zi umuman shart emas. 100% ga kraskalangan bo'ladi. Materialni o'zi kraskachiga pul to'lab yurmaysizlar. To'g'rimi ashna? To'g'ri. Xo'p, endi xudo xolasa bonuslarni yana qilasiz. Boshqa tomonlardan ham xudo xolasa kelishtirib boshdan gurpa ko'p. Hozir nechta gurpa ishlayapsizda? Xorazmda 3 ta gurpa bor. Urganchda. Xorazmda o'zi 3 kishi ishlayapti. 3 ta gurpa, 3 tadan 9 ta odam. 9 ta. Gap bor. Akalar, aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishinglar bitadigan joydamiz. Do'stimizning nomerlarini ekranda qo'yib ketamiz. Batafsil ma'lumotlarni telefonlashib olsanglar bo'ladi. Maslahatlarini ham beradi. Agar o'zingiz qilmoqchi bo'lsanglar ham, razmerlarga ham xudo xolasa do'stim yordam berasiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishoradi. Muhiddin Uz kanalidan telefon qilyapsiz desa, bonusi bor, xudo xolasa. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Kutmagan bonuslarni qilib berasiz. Kutmagan bonuslarni, xudo xolasa. Gap yo'q. Xo'p, mana yana sizlarga qulaylik akalar, yemxona, ya'ni yo'l bo'ylariga mo'yka yoki yemxonaga bitta abrazesda, to'g'rimi oshna? Abrazes, xudo xolasa. Oldi tomoni 6 dedik-a? Mana qarang aka, razmeriga keladigan bo'lsa, uzunasiga 16 metr, uzunasiga. Manaqasi eniga 8 metr. Bo'yiga keladigan bo'lsa, bo'yi old tomon 6 metr, orqa tomon 4 metr. 4 metr. 4 metr. Kashaylar 1.30 ga tashalgan. Firmalar 1.30 ga tashalgan. Firmalar 1.30 ga, kashaylar 60 ga. Mana kashay 80 ga tashalgan, shepri yopganmiz ustiga. 80 ga tashalgan tepada rekalar. Bu akalar ko'rib turganinglar faqat mana shu molxona uchun o'zi ichki skelat xolos. Yo'lni bo'yiga rasa tushadigan joy bo'lyapti, to'g'rimi? Shunaqa. Yo'lni bo'yiga tushadi, mana bu tomonda yem, kunjara, sho'lxa qilib turib hamma yo'q aralashtirib, xudo xolasa. Sotsa bo'laveradi. Xo'p, endi bu ham narxi bilan bir xil chiqaveradi. Ustun-bor bunda ham. To'g'rimi? Bir tomon devorda, ikkinchi tomon ustunda turibdi. Buniki jinni arzonroq chiqadi bunga qaraganda. Bunda ko'proq ustun. Buniki sal arzonroq chiqadi narxi. Buni yengil. Mashina nech pul deymiz endi. Masalan, mashinaqa xuddi mashina avesni menga takrorlab beraveringlar. Buniki aka kvadrat 180 ming so'mdan. Kvadrat. 20 ming kamiga chiqaveradi. 20 ming kamiga chiqaveradi. Ustun doralari katta deyilyapti. Haqiqatda 2 dona ustun ishlatilgan holosida beradi, to'g'rimi? Shunaqa aka. Akalar, yana bundan qarang, bundan arzonroq variantlari ham bor, kvadrati. Hozir men aytayotgan kvadrat narxi ma'lum qo'shaman. Shibillar qimmat bo'ladi-da, konteynerda eng qalin. Pul ko'taradigan narsa emas. O'zimiz konteyner 7 likdan qilsa ham bo'ladi, 2 talik qilib. Bu arzonroq chiqadi kvadratga hisoblasak. Bu ana qimmatroq chiqadi bu. Lekin bu baquvvat shibillar. Shuni hisobiga sal qimmatroq bo'ladi. Akalar, ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xohlang molxona, xohlang shunga o'xshagan naveslar, kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, birinchi qo'l arzon ustalar
Oxunjon Telefon bo'lsin, qilishaveradi xudo xolasa. aloqaga chiqib qolasizlar. Butun 1 O'zbekiston. 2 3 ta odam telefon qilgan odamga bonusi bor. Katta bonuslar, kichkina emas. Kichkina emas, Akalar katta katta bonus. bonuslar. Joiz ob'yomingizga qarab katta-katta bonuslarni qilib berishaveradi akalar. Xudo xolasa. Rahmat hammaga.